Harbiy qasamyod. Bu mard va jasur o'zbek o'g'lonlarining yurt sarhadlarini qo'riqlash, vatanga xizmat qilish ahdi. Bu ona xalqiga sadoqat va'dasi. Harbiy xizmatni o'tash esa har bir yigitning sharafli burchi. Ana shunday vatan oldidagi burchini ado etishga kirishayotgan o'g'lonlarning qasamyod qabul qilish marosimi katta tantana qilinishi ham shundan. Muxbirlarimizning ana shu tantanali marosimlardan tayyorlagan lavhalar bilan mavzuni davom ettiramiz. Tadbirda harbiy qism qo'mondonligi, faxriylar, ota-onalar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Marosim davlat madhiyasi bilan boshlandi. Shundan so'ng yosh askarlar saf tortib yurtga sadoqat bilan xizmat qilishga, vatan tinchligi va sarhadlar daxlsizligini mardona himoya qilishga qasamyod qildilar. El yurtimni yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Jarayonda so'zga chiqqanlar yosh askarlarni ushbu muhim hayotiy bosqich munosabati bilan samimiy tabriklab, ularga yuksak sharaf va mas'uliyat yuklanganligini alohida ta'kidladilar. Shuningdek, harbiy xizmat davomida intizomli bo'lish, berilgan topshiriqlarni sidqidildan bajarish hamda har doim vatan manfaatlarini ustuvor qo'yish zarurligi qayd etildi. Tadbir davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Karmana madaniyat uyi, guli ashula va raqs ansambli o'zining diltortar qo'shiqlari bilan tadbirga yanada fayz bag'ishladi. Ota-onalar farzandlar duo qilib, vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga chorladi. Xalq va armiya birdamligi namoyishi bo'lgan tantanali tadbir askarlarda vatanparvarlik ruhini yanada mustahkamlash va ularning harbiy xizmat oldidagi mas'uliyatlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.